GIF vücut to'g'riliq endi qayta o'ylashmayli. Ya'ni buningki qandaq o'ringa ishlatilganligini bildik shundaqmi? Buni pastga tushirib qo'yay. Yana PSD. Chunki biz Photoshop tunji tahrirlagan vücutimiz mushuga. Bu PSD vücutini endi men qayta bir xil shaklda saqlab qo'yay. Saqlayman. JPG shakli. Endi buni yana o'xshash simbol saqladim. Eng yuqori chekka chiqib qo'yaptiman, o'xshash saqlayveray. Saqlagandan keyin mavi PSD vücut oldu, men JPG vücutini açay. GIF mavi ekan, JPG mavi ekan. Men saqlaganda bir nuqtaga diqqat qilmabdik ha. JPG vücutini saqlashdan burun men GIF ni saqlaganga o'xshash usulni saqlay. Men qavatni elib mayani kavaq qilib qo'ydim. Hem bu vücutni JPG şekilde saqlamoqchiman. JPG şekilde saqladım. Mouse PSD tuğu. PSD'ni esli qaytırıp qo'yay, yoki o'chirib qayta ochayli. PSD vücudu. Endi men JPG'sini ochib qo'yay. Mavshuga ochdim. Ochgandan keyin mav süzük rayını saqlay olibdimi? Saqlayolmabdi. Süzük rayını saqlayolmadi. Hem biz buni PSD bilan selishtiraylik avval. GIF bilan selishtirmay. JPG vücutninki qatlam berkib ketdi. Buning azaldan 2 qatlam bo'lsin berkib ketdi. Birdan bir kamchilligi qatlam berkib ketdi. Tahrirlashchanligi yo'q. Yana bir kamchilligi GIF ga o'xshash süzük rayını tutanmaydi. Amma bu mahiyetdə bununki iki kamchilligi bo'lgan bilan ortiqchiligi chiq. PSD'ning tahrirlashchanligi kuchlik dedik. JPG-ning tahrirlashchanligi yo'q dedik. Davos buning tahrirlashchanligi bo'lmagan bilan hujjatda rang jihatdan o'zgarish bak cho'ng darajada buzilish bo'lmaydi. Ya'ni maya qarsam boshqacha buzilish yo'q-ku, ma'arliqda shundaqmi? Boshqacha buzilish yo'q. Ya'ni rang jihatdan bir oz buzilgan bo'lsa-mi, ya'ni ma'arliqda o'xshamaydi mahiyetda. O'xshamagan bilan Amma cho'ng buzilish olmaydi. Torbiket sohasida har qanday bir o'rinda favqulodda ko'p qo'llanamiz bu JPG-ni. RGB rang shaklidagi JPG vücutini intayin ko'p qo'llanamiz. Uningdan sirat tutib tayyorlab endi qayta o'zgartmayman degan loyihalarimizni bosma o'rinlariga JPG shaklida yo'llaymiz ba'zida. Ham buningki nima uchun qanday bir ortiqchilik bo'lganligi uchun shunday yo'llaymiz deganda bu har qanday bir o'rinda ko'rinadi. Mouse on knopkasini chekib har qanday bir ko'rgishni ko'rsangiz bo'lardi. Mayli siz Mac'da turing, mayli Photoshop qachlanmagan sharoit ostida turing, mayli XP ning ustida yoki boshqa bir mashg'ulot sistemasida turing. Zot ko'rgilli bo'ladigan, bir narsa ko'rgilli bo'ladigan mashg'ulot supsi bo'lsa, JPG rang shaklini ko'ralaymiz. Oddiy masalan, telefonning ayrim mashg'ulot supsi bor-ku, shuningdan JPG vücutlarini ko'rgilli bo'ladi. Intayin ko'p ishlatamiz. Torbiket sohasida GIF bilan JPG-ning ishlatilishi selishtirsak, JPG-ning favqulodda jiqroq keladi. Endi loyiha sohasida ham JPG rasmni biroz oz ishlatamiz. Boshqa to'g'ri material chiqarish jihatdan bo'lsin, navbatdagi materiallarimizni saqlab printlash bo'lsin, har qanday bir sohada JPG-ni ishlatamiz. Nima uchun deganda buning bunday bir qancha ortiqchiligi bor. Birinchidan sifat buzilishi jiq emas. Ya'ni rang jiq buzilib ketmaydi. İkinciden ko'rishchanligi kuchlik, har qanday bir o'rinda ko'rgil bo'ldi. Uchinchidan sig'imi oz. 79.18. Demak, GIF-dan cho'ng, ammo bak cho'ng emas shundaqmi? Sifat o'zgarmagan qarg'oqda bu cho'nglikni bak cho'ng deb ketmaymiz. Nayt ishga eslabdi GIF-ninkini. Bu sifat rang jihatdan o'zgarmasa, buni bak cho'ng qimmat deb ketmaymiz. Shunga qimmatda, ya'ni saqlangandaki sig'imi bir qadar o'lchamlik.